Davlat ishida ishlash bitta mas'uliyat talab qiladi. Davlat ishida qo'yilgan shartlarga ko'nikib ketish ham. Davlat ishida ishlayotganlarni juda ham mas'uliyatli deb hisoblayman va men ham o'zim ham kelajakda davlat ishida ishlash niyatim bor. Diplomatiya, ya'ni davlatlararo hamkorlik munosabatlar yo'nalishi bo'yicha ketmoqchiman. Adamni shu davlat ishida ishlashlaridan faxrlanamiz, men, oyim va butun oilamiz. Chunki davlat ishida ishlash oson narsa emas. Men kelajakda davlat ishida ishlab, xalqimizga kerakli kadr bo'lib yetishmoqchiman. Biz dadamdan faxrlanamiz, chunki shanba kunlari bizani parklarga, dam olish kunlari dachalarga, tog'larga olib chiqadilar. Yaqinda basseynga bordik, maza qilib cho'mildik. Dadamiz bilan faxrlanamiz. Dadam har doim biz uchun ishlaydilar, maktab pullarimizga oyim bilan birga to'laydilar. Kelajakda buxgalter bo'lmoqchiman. Xalqimga foydam tegishini xohlayman. Men dadamni yaxshi ko'raman, dadamni faxrlanaman. Dadam bilan suzishga, basseynga oboradilar, futbolga boradilar. Jahon chempionatini ko'ramiz. Kelajakda davlat xizmatchisi bo'lmoqchiman.